hozir O'zbekiston bilan birgalikda ishlaymiz. Bir qancha loyihalar doirasida ishlaymiz. Masalan, bitta loyihamiz shu hozirda xabarimiz bor, shu suv masalan muammo butun dunyoda. Biz shu suv muammolarini qanday qilib yechimini topsak bo'ladi. Masalan, bitta loyihamiz shu kollektor zovur tarmoqlarini shu Buxoroda Kogon tumanida shunaqa bir loyiha olib boryapmiz. Shu yerda o'sha kollektor zovur suvlarini biologik usulda tozalab, uni qayta qishloq xo'jaligiga ishlatish. U yerda biz shunaqa lemna minor degan o'simlikni suvga ekib, o'sha 10-12 kunlardan keyin uni o'simlikka olib, u suvni shu kollektor zovur suvlarini qaytadan qishloq xo'jaligiga ishlatish va hamda u yig'ib olingan shu o'tlarni masalan uni shu arzon elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha ham loyihasida ishlayapmiz. Yana bitta loyihamiz shu O'zbekiston bilan shu mobil laboratoriyalar. Ya'ni bizda o'sha Germaniyadan o'zimizda o'sha qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan har xil jihozlarni olib kelib, shu dala sharoitida shu fermerlarga yordam sifatida masalan o'lchab berib, uni masalan o'sha tuproq sho'rlanishi qancha, masalan yer osti suvlari qancha pastda joylashgan. Shular bo'yicha ham masalan laboratoriya joriy qilganmiz. Shu bir mashina olib, shu mashinaga solib fermerlarning dalalarini o'zlarida masalan o'tkazib beramiz. Oldin xabaringlar bor, ko'proq bizda laboratoriyalarda qilinardi, keyin shu laboratoriyalarning hisobida keyin hisob-kitoblar qilinardi. Hozir biz o'sha narsani dalaning sharoitini o'zida fermerlarning chegarasida, fermerlarning yerida o'tkazamiz. Shu loyihalarimiz bor. Vatandoshlar har doim shu O'zbekiston haqida o'ylaymiz, O'zbekiston haqida har doim qanday loyihalar qilib, qanday O'zbekistonga hissa qo'shsak bo'ladi deb o'ylaymiz. O'zimiz mana u yerda ham masalan jamiyatlar bor, mana Nihol jamiyati bor, boshqa jamiyatlar bor. O'zbeklar birgalikda yig'ilib, u yerlarda o'zimiz shu o'tirib qanday yordam qilsak, ilmiy jihatdan yordamlar qilsak bo'ladi degan bir fikrlarimizni har doim tashlaymiz. O'ylaymanki, bu har doim vatanimizga ijobiy hissa qo'shiladi.